Sizlarning ham uylarda ishlatilmayotgan keraksiz narsalar juda ham ko'pmi? Ishlatmayotgan telefoningizmi yoki siz to'yga deb olgan ko'ylagingizni bir marta kiydingiz va undan keyin kiymoqchimisiz yoki hech qayerga tushmayapti va uni sotmoqchisiz. Hozir shunaqa mahsulotlaringlarni oson va xavfsiz sotish uchun programma ko'rsataman. Bu ilova orqali siz nafaqat sotsangiz, balki sotmasangiz ham bo'ladi. Siz bu programma orqali kerak emas yoki ortiqcha narsalaringizni bir daqiqada bepulga e'lon qilib sotuvga qo'yishingiz mumkin. Menga eng yoqqan va qulay tomoni, siz sotuvga qo'ygan mahsulotingiz faqatgina sizning atrofingizdagi xaridorlarga ko'rinadi. Ya'ni uzoqdagi xaridorlar sizni umuman bezovta qilishmaydi. Ikkinchi yoqqan qulay va xavfsiz tomoni. Ilovada e'lon beradigan bo'lsa, sizdan Telegram nomer yoki Instagram, WhatsApp hech qanaqa nomerlar so'rashmaydi. Ilovani o'zida chat bo'ladi. O'sha chat orqali yozishib, sotuvni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu ilova Mango Market. Agar sizda ham keraksiz yoki ortiqcha narsalaringiz bo'ladigan bo'lsa, Mango Market ilovasini yuklab, bepulga va bir daqiqada o'zingiz mahsulotlaringizni sotuvga qo'ysangiz bo'ladi. Ilovani Mango profilidagi link orqali App Store yoki Play Marketdan skачать qilsangiz bo'ladi.